Ota-onalar majlisidan olgan taassurotlaringiz haqida gapirib bering. Farzandim Imonaxon 1-yil maktabga chiqyapti, 1-sinf. Bugun 1-marta ota-onalar majlisida ishtirok etdim. Ota-ona sifatida ham o'zimga ham yig'ilish juda ham taassurotli bo'ldi. Ayniqsa sinf rahbarimiz Dilafruz Ashurovna orqali farzandimni yana bir bor kashf qilishga muvaffaq bo'ldim. O'sha farzandimni kun davomidagi o'sha darslardagi ishtiroki, uni faolligi, qanaqa tartib-qoidalarga amal qilishi va ota-onalar ham xususan nimalarga amal qilishimiz to'g'risida ham alohida fikr bildirib o'tdilar va o'ylaymanki, mana shunaqa jonkuyar ustozlarni bo'lishi, fidoyi ustozlarni bo'lishi biz ota-onalarni ham shu oilamizda, ishxonamizda xotirjam ishlashimizga va farzandlarimizni o'sha ta'lim muassasasida xotirjam va o'sha bilim sari olg'a intilayotganligini ko'rsatib beradi deb o'ylayman.